Bolading oldiga o'tir. Adasi biza bo'ldik. Hozir. Ey, shoshilma, sekin chaq. Oldimga o'tkazib olaymi? Yo'q. Qattiqroq o'sha unga. Shuni tushirib. Hadi tezroq. Ha, vayjim ket. Bugun nechta darsing bor, o'g'lim? Qani, shiylachi. O'g'lim yaxshi o'qigan, xo'p. Xo'p bo'ladi, ada. Bo'pti. O'g'lim, ustozingga quloq solgin, to'polon qilmagin, xo'p? Xo'p, oyi. Men pullading senga berdilar. Rahmat. O'qib olasan. Yaxshi o'qigin, xo'p? O'g'li sizdan yana xavfli ekan. Nimaga? Shu maktabni oldigacha olib bormayotganimizga. Onasi, men kecha ham aytdim senga. O'g'ling uyalib qolmasin bizadan deb. E'tibor bermang, bolada. Mana qara, onasi buklab g'ijimlab tashlagan narxni. Xo'p. Qo'l sig'adi, xo'p. Adasi, nimaga kerak? Baribir mashinangiz yo'q-ku. O'zing nima olyapsan buni? O'g'limizga yaxshi. Onasi, jinnimisan? Shuni olib borasanmi hozir o'g'lingga tashlay? Xo'p. 109 ming chiqadi. Baragasini bersan. Bo'lsa chiqib ol. Yana naqli yarim kilo bo'lsa ham go'sht olaymi? Yo'q, undan ko'ra kartoshkadan ko'proq olaylik. Ukam, 4 kilo kartoshka o'lchab bering. Sen chiqib, mana shuni olib chiq. Ukam, mana anu chapdan birinchisi uzunchoq shishali, o'shani bitta ko'rsating. Boyagi do'kondan senga deb atir oldim. Nimaga unaqa qaraysan? Sepib yurasan. Ol. Kim keldi shu paytda? Qiz kelaman. Xullas, uy sotib olishim kerak boqam. Sharoit shunaqa bo'lib qoldi, to'g'ri uchun.
minnat qilish emas. Shuncha payt turding. Bir tiyin pul kerak emas. Yo'q, bersen ham olmasdim. Masalan, tushundim. Oilang bilan ko'chada yotib yurma dedim. Gap yo'q. Endi ozgina ishlarim o'xshamayapti. Mana shu yerni sotib olsam, menga ozgina yengillik bo'lardi, to'g'risi. Faqat xafa bo'lma. Bugun erta demayman. Erta bahorlarga o'zingga bitta joy topib qo'yaver. To'g'ri uchun faqat xafa bo'lma. Maylimi uka? Yo'q, tushundim. Ne xafa bo'laman. Endi Shuni ko'tarib ol. Tegmang, otdagi temirlarga, birovniki. Yaxshi kelgan. Yangi domla qurilayotgan ekan. Shunaqa joydan bizani ham uy bo'lsa, ancha xotirjam yashardik. Kelinglar xizmat. Assalomu alaykum. Vaalaykum Yaxshimisiz? assalom. Temir tersanglar bo'lsa, bakalashga makalaturali bo'lsa, olib ketsak bo'ladimi deyotgandik. Yo'q, unaqa narsalar bo'ldi. Yo'q, bo'ldi. Anaqami? Don qurilyapti bu yoqqa, yangi. Ha, Iskandar Buildings. Iskandar Buildings? Mavrid loyihasi. Ya, zo'r. Chiroyli qurilayotgan ekan. Mayli aka, uzr. Alloh kuch-quvvat bersin. Rahmat. Ana. Adasi. Boya yangi qurilayotgan uylarda bizning ham uyimiz bo'lsa, oshxonasi oppoq, katta bo'lsa, Kamronning ham o'zini xonasi bo'lardi. Keyin kechki payt ikkalamiz shirinlab televizor ko'rsak, zo'r bo'lardi. Yaxshi niyat qilur. Allohga onson. Uxla.